Endi Allohdan ham uyalmayapsanmi? Bandasidan ham uyalmayapsanmi? Xohlaganingni qil. Hamma payg'ambarlardan bitta so'z qolib kelgan. Idza lam tastahi fas'al ma ashita. Hamma payg'ambar aytgan bir xil. Agar uyalmayapsanmi, na Allohdan na bandasidan xohlaganingni qil. Senga endi bo'laveradi degan. Demak, mana shu qilingan bir odam deylik, mana ko'pchiligimiz ehtimol ba'zilarimiz oramizda namozni bir kechroq boshlagandirmiz, yoshimiz katta bo'lganda yoki biz ba'zi bir gunohlarni keyinroq tashlagandirmiz. Esimizdan chiqmasin. Agar to'xtagan bo'lsak, pushaymon yegan bo'lsak, hamda 3-sharti qaytib shu gunohni qilmayman deb qasd qilib, shunda mahkam turgan bo'lsak, men aralashmaganman. Men benamoz bo'lgan emasman. Men o'zimni tanigan kunimda namozxon bo'lganman. O'zi namoz o'qigan kuningizda esiz kirgan o'zi. Demak, hech kimni o'tmishda qilgan gunohini peshonasiga solishga haqqi yo'q. Chunki u gunohlarda hisob-kitob qiladigan Parvardigor olam kechaman, kechishlar emas, savobga aylantirib qo'yaman deb tursa, qanday qilib bandasi pesh qila oladi?